Qimmat qarshi degan nima? Avtori Erkin Sidiq. Yaqinda bir qarindishimiz o'zining Facebook, ya'ni yuz daftari temaga Sharqi Turkiston xalqining muhim qimmat qarashlari qaysilar degan savolni tashildi. Keyin boshqalarning taklifi bilan heliqi savolni siyosiy qimmat qarashlari va ijtimoiy qimmat qarashlari deb ikkiga bo'ldi. Meningcha bu savollarga javob berish ancha oson emas bo'lib, uni o'xshamagan kategoriyaga ayirganga qaraganda o'xshamagan davrga ayirish ishni bir oz osonlashtirdi. Men bu yozmamda oldi bilan qimmat qarshining nima ekanligi haqida qisqacha tushuncha berib, ondan Uyg'urlarning qimmat qarashlarini qaysi davrlarga bo'lsa eng muvofiq bo'lganligi haqida to'xtalaman. Odatda qimmat qarshi o'z ichiga oladigan narsalar nihoyatda ko'p bo'lib, faqat ularning ichidagi asosliqlari ustida gap bo'lmaganda ularni yadroliq qimmat qarshi deb atsa muvofiq bo'ladi. Odatda bir odam, bir guruh odam, bir tashkilot, bir xalq yoki bir millat hamda bir davlatning o'z oldiga ayrim yadroliq qimmat qarashlari bor bo'ladi. Yadroliq qimmat qarshi deganimiz bir odam yoki bir tashkilotning asosiy aqidalari yoki yetakchi prinsiplardan iborat. Bundaq yetakchi prinsiplar kishilarning ish harakatini kontrol qiladi hamda kishilarga nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini ko'rsatib berdi. Yadroliq qimmat qarashlari har bir shirkatning to'g'ri yo'lda menishiga hamda bir tavranmas nishonni vujudga keltirib, shu orqali shirkatning tub g'oyasini amalga oshirishiga yordam qiladi. Qimmat qarashi o'z rolini eng kuchli darajada joriy qildiradigan ahvollarning biri o'ziga hamroh izlayotgan qiz yigitlarda ko'riladi. Ya'ni siz bir yoshdan nima uchun qarshi jinslik yana bir yoshga kuyib qolganligini so'rasangiz, ko'pincha vaqtlarda u yana bir yosh bilan o'xshash qimmat qarshiga ega ekanligini tilga oladi. U yoshning bundaq vaqtlarda ko'zda tutqani o'z umrini qandoq o'tkazish kerakligi haqidagi yadroliq qimmat qarashlari yoki ichki aqidalardan iboratdir. Kishilarda bor bo'lgan hayot haqidagi yadroliq qimmat qarashlarining mundaq misollari bor. Allohga bo'lgan aqida yoki bir diniy institutga tava bo'lish istiki. Oilasini eng muhim o'ringa qo'yish ko'z qarshi. Samimiylik eng muhim prinsip va boshqalarning o'ziga bo'lgan ishonchisi tirishib qo'lga keltiradigan narsa degan ko'z qarash. Xizmat bilan turmush o'ttirsida bir sog'lom tangpungliq bo'lishi kerak degan ko'z qarash. Bolalarning bir yaxshi hayot kechirishi uchun ota-onalar bolalarning qalbida mushu xildagi ijobiy yadroliq qimmat qarshini yetildirish uchun tirishadi. Yadroliq qimmat qarshi davomliq ijobiy bo'lavermaydi. Ba'zi kishilarning shaxsiyatchiligi yoki pixsiqligimi yadroliq qimmat qarshi bo'lib, ular boshqalarning turmushini ashundoq salbiy qimmat qarshi bilan kontrol qilmoqchi bo'ladi. Shirkatlarning qimmat qarshi bor bo'lib, u ba'zida nishon bayonoti mission statement deb ataladi. Masalan,
muhitni bulg'amay ish ilib berish uchun turg'izgan qoida tuzumlar, yangilik yaratish va eng egiz saviyaga yetish uchun turg'izilgan va'da. Alma şirketi ana shundaq va'dani saqlaydi. Barliq insonlar uchun yaxshi ish qilib berish va'dasi. Google şirketi ana shundaq va'dani saqlaydi. Talay sizlarga yordam qilish va'dasi. Amerikadagi Thomas oyoq şirketi setilgan bir jup oyoqning mukofoti sifatida boshqa bir jup oyoqni hojatmand kishilarga sovg'a qiladi. Kuchlik jamoat barpo qilish va'dasi. Masalan, Shell neft şirketining bosh shtabi Amerikaning Texas shtatida bo'lib, u o'qish sifatini yaxshilash uchun Texas universitetiga necha million dollar pulni iyona qiladi. Yadroliq qimmat qarshining turlari noyitimi ko'p bo'lib, ayrim shaxslarda bor bo'ladigan qimmat qarashlarining tövəndikidək misallar бар. İşənçilik buluş, məsuliyyətcan buluş, sadaqatmən buluş, özünü ataş, yenilikqa qucaq açıdığan buluş, izchil buluş, səmimi buluş, ümidvar buluş, icadkar buluş, yumurluq buluş, yüksək qızğınlıqqa ega buluş, təvəkkül qilish ro'yiga ega buluş, başqalarni ilhamlandıra alaydigan buluş, ijobiy buluş, ümidvar buluş, başqalarni hurmatlash, badanni sog'lom tutish, jur'atlik buluş, o'qishga qiziqadigan buluş, başlagan ishidan voz kechmaydigan buluş, vatanparvar buluş, başqalar uchun xizmat qilish, muhitni asraydigan buluş, başqalarning yadroliq qimmat qarshini ularning ish harakatidan bayqab olg'ili bo'ladi. Ya'ni başqalarning degini hisob emas, qilg'ini hisob. Ba'zi kishilar o'zlari uchun maxsus yadroliq qimmat qarashlarini tanlamaydi yoki turg'izmaydi. Ulardagi qimmat qarashlari ularning ota-onalari va o'z atrofidagi jamoat tarafidan ularning qalbida yetildirilgan bo'ladi. Amerikaliklarning yadroliq qimmat qarashi haqida bir-biridan ozroqdan farqlanadigan bayonlar mavjud bo'lib, jamiyatshunos Robin Williams Amerikadagi asosiy qimmat qarashlarini mundaq xulosalaydi. Natija yaratish, unumdorlik, moddiy jihatdagi rohatchilik, millatparvarlik, barobarlik va ilm-fan va tafakkurni diniy e'tiqoddan ustun o'ringa qo'yish. Ko'plagan amerikaliklar o'rtaq e'tirof qiladigan va Amerikaning tarixida cho'nqur yildiz tortgan mundaq bir qism ideal va qimmat qarashlarimi bor. Erkinlik, individuallik, pragmatizm, xolisona yordam, harakatchanlik, vatanparvarlik, olg'a besish va Amerika g'oyasi yoki Amerika tushi. Men amerikaliklarning qimmat qarashlarini ayrim bir parcha maqolada tafsiliyroq tushuntirishim mumkin. Meningcha, Uyg'urlarning qimmat qarashi haqida izlanadiganlar davrni kam deganda mundaq to'tga bo'lib, ayrim qarab chiqqani yaxshi. Birinchi, Uyg'urlar O'rta Osiyoni so'rg'an davr 8-asrdan 14-asrgacha. Ikkinchi, Uyg'urlar chekingan davr 14-asrdan 20-asrgacha.
3. Kommunistik Xitoy hokimiyatiga mustamlika bo'lgan davr. 1949-yildan 2017-yilgacha. 4. 2017-yildan boshlangan davr. Meningcha, chet eldagi Uyg'urlar buningdan keyin qandoq yashashi kerakligi haqida yuqoridagi birinchi davrdagi Uyg'urlarning qimmat qarashlaridan noiti qimmatlik ideyalarga ega bo'la oladi. 4-chi davr uchun asosan chet eldagi Uyg'urlar ko'zda tutilgan bo'lib, Uyg'urlarning bu davrdagi qimmat qarashlarini tövəndəki 3 cho'ng guruhiga təvə kishilarning qimmat qarashlari asosida tekshirib tadqiq qilishga bo'ladi. Birinchi, da'vo sepidagi xalqaro siyosat, xalqaro munosabat va xalqaro qonun ilmlaridan bir oz xabari bor kishilar. Ikkinchi, da'vo sepidagi yuqoridagi ilmlardan ancha xabar yo'q kishilar. Uchinchi, demokratik va taraqqiy qilgan g'arb ellarda zodili yashab boqmagan hamda u ellarni asosan tushunmaydigan diniy ulamo va diniy ziyolilar. Bu uch guruhdagi kishilarning qimmat qarashlarida noiti zo'r farqlar bor bo'lib, ularning ba'zilari hozir millatning beshiga kelgan ig'ir fojiani yo'q qilish va millatning taqdirini o'zgartirish jihatdagi amaliy natijalarni eng muhim o'ringa qo'ydi. Ba'zilar bo'lsa, amaliy natijalar bilan asosan hisoblashmay, quruq shuvarni da'vo hisoblaydi. Yana ba'zilar bo'lsa, o'zlarining nima ish qilayotganligini o'zimi bilmaydi. Mazkur maqolani bak uzun qilib uchun men qimmat qarshi haqida mushunchiliklar tushuncha beraman. Men mazkur maqolani o'qigan har bir qarindoshlarimdan mening hozirgi qimmat qarashlarim nima? Men yetaklayotgan kishilarning hozirgi qimmat qarashlari nima? Men yetaklayotgan tashkilotning hozirgi qimmat qarashi nima? U qimmat qarashlar millatning navbatdagi tub manfaati uchun xizmat qila olamdi? Qilsa, qandoq qiladi? Qilsa, qandoq amaliy unumni vujudga keltira oladi? deb o'z-o'zidan so'rab, bu masalalar haqida bir qitim cho'nqur o'ylanib beqishini umid qilaman. Tugidi. 2018 yil 12 oyning 30 kuni.